Xazinem Torpil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımızga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qattirmay, biz bilan aloqalashing. Edmund meni Izabella tunuşturdu. Bu mehmanning ismi Abduqadir. Izabella ismimni tuzuk talaffuz qilolmadi va darhalla men sizni avokado deb chaqirsam bo'lamdi dedi. Uy ichini kulgi bir oldi. Qarasam Husna xonim biroz o'ng'aysizlanib qolgandek turardi. Edmund o'zini qo'yib berib kulgan edi. U qandaq ma'noda deb so'radim Izabelladan kulib turib. Izabella yugurib chiqib ketib bir narsa ko'tarib kirdi. Shakli tuxumga o'xshaydigan o narsa och yeshil qiyniq qora edi. Meva dedi Izabella uy ichini yana kulki qopladi. Men avokadoni qo'limga ilib ko'rib baqdim. Ozroq yumshoq edi. Siz avokadoni yaxshi ko'ramsiz deb so'radim Izabelladan. Albatta dedi u. Undaqda meni avokado davring dedim men uningga. Ismimning talaffuzi Izabellaning muzik sizmig'i avokadoni eslatgan edi. Avokado eti yeshil, uruq yo'g'on meva bo'lib, ba'zida sandvichning qitig'i ilinib yeyildi ekan. Izabella uchun men endi avokado bo'ladigan bo'ldim. Qarmoq to'ng bo'lsa-mu, ichimda balalarcha dunyoning mo'l ekanligiga ishondim. Izabella yanimga kelib o'ltirdi. Men uning sap-seriq sochlarini silab qo'ydim. U quchqimga chiqib, burnimni chimtab qo'yib, kulguncha qichib chiqib ketdi. Edmund hay deguncha kaynidan qarab qoldi. Hech qisi yo'q. Qizingiz sho'x ham umoq ekan. Bizda bala bo'lsa sho'x bo'lsa, bo'lmasa yo'q bo'lsa degan gap bor. Uning sho'xligi bizni kuldiraladi, dedim men yilqi maqolni uyg'urcha qistirib. Men maqolni Edmundning talabi bo'yicha tekrar deb berdim. Edmund ma'nili gap ekan deb qo'ydi. Bu bala umoq ammo aski dedi Edmund menga o'zir qo'ygandek qilib. Men sovg'itimni esimga ilib Edmundga tutqizdim. Edmund qutuluq pechenni ilib chiqib ketdi. Uyga yana qardim. Uch yerda kitob shkafi turardi. Ko'zdan kechirgim keldi-yu, o'zimni tutib oldim. Chunki sohibxonning qanday o'ylab qolishini bilgil bo'lmaydi. Uyning o'q tarafidagi pulingda konopasondagi bir televizor, udulimda universal yangiratqi turardi. Qaraganda bu uyda qo'lga chiqqudek bisat kitob bo'lsa kerak. Uyda mehmonga ko'z qilgudek hech nima yo'q bo'lib, sohibxon mehmon uchun yashmaydigandek turardi. Edmund kirib keldi. Men uningdan kitoblarini ko'zdan kechirishga ijozat so'radim. U meni kitoblarini bahuzur ko'rishga taklif qildi. Edmundning kitoblari Din, O'rta Osiyo, Ipak yo'li, O'rta Sharqqa oid edi. Najif Mahfuz, O'rxon Pamuk, Amin Ma'luflarning romanlari qo'limga chiqdi. Ularni varaqlab joyiga qo'ydim. Samarqand nomli bir kitob maylimni tortdi. Qo'limga ilib qarsam, yanala Amin Ma'lufning romani ekan. Livanlik bu yozuvchi kitobni 1989-yili fransuz tilida yozgan bo'lib, keyin inglizcha tarjima qilingan ekan. Kitobda Umar Hayyam ruboiylarining barliqqa kelishi va uning keyingi qismatlari yozilgandek turardi. Men bunday mavzular bek yaraydi, dedim men Edmundga. Samarqand, Istanbul, Qashqar. Qashqarni siz yezing. Qashqar kishilar unutib ketgandek go'har. Edmund to'g'ri aytgan edi. Qashqar adiblarimizning qalmi tuzuk ilinmadi. Qashqar sharq uslubidagi minglagan romanning temasi bo'lib, yana eshib qoldigan shahar edi. Men Qashqar haqida yozalarmanmi deb o'yladim ichimda. Buning uchun universitetning buruqtir mo'ylisidan chiqib, Qashqarda yillab yashashim, o'lima tiviplaridan tortib, Suxanzas madahlargacha, mansabdorlardan tortib, qalandarlargacha singib kirib, ashu tirik tarixning qatqatini tushunishim kerak bo'ladi. Xudo nasib qilar, dedim ichimga tinib. Balkim yozarman. Qashqarni yezish bir adibga nisbatan mushkul sinoq, dedim men Edmundga javoban. Qarasam islom allarining pirozalariga bakrak qiziqadi ekansiz. Buningda alayda sabab bormi yoki? So'rdim men Edmunddan. Tadqiqotimda islom xalqliq bir masala. Bir xalqning ma'naviy dunyosi adabiyotda aynan aks etadi. Islom dunyosidagi estetik fikrlar meni jalb qiladi. Siz Jaloliddin Rumiyni bilasiz haqiqatan. Rumiyning kitoblari burungi madrasalarimizda darslik qilingan, dedim men. Uning kitoblari o'limalarimizning kitob tekstlarida e'tiborlab saqlangan. Meningcha butkul Uyg'urni so'pi mijoz xalq deyishga bo'ladi. Bu hol Saidiya hokimiyatining keyingi mezgillarida qiynaqlashdi. Shuningdan buyon fani dunyoga bo'lgan qiziqishimiz suslashdi.
Huntingtonning Madaniyatlar to'qinishi va dunyoviy tartibning qayta o'rnatilishi degan kitobi Uyg'ur tilida chiqibdi deb angladim. Kishilarning qiziqishi qandayroq bo'ldi? Qizg'in setib olishdi. Har qaysi internet to'rida bas munozara bo'ldi. Meningcha bizda bir munozara va nazariya ro'yi barliqqa kelishga boshladi. Buni dunyoviy metodlik tushunishning boshlanishi deyishga bo'ladi. Bizda Najib Mahfuzning ba'zi romanlari chiqdi, lekin u qizg'inlik unutilib ketdi. Xalqning asosiy gavdasi kun o'tkazish siziqidan halqa olmadi. Kitob bozori jonliq emas. Edmund bir plastinkani qo'yib berib, yana chiqib ketdi. Bir muzika tevishi yiroqdan asta chiqib kelib jonlashga boshladi. Ko'z oldimda bir chig'ir yo'l so'zilgan peti bir do'nga yamishib g'oyib bo'ldi. Ikki tarafda sarg'ayib ketgan o'tlar yalpinib turardi. Men velosipedga minib chig'ir yo'lni bo'ylab mangdim. Telefonimga uchur keldi. Uni o'qish uchun qadimiy bir daraxtning ostidagi toshda o'ltirdim. Uchur men umid qilgan odamdan kelmagan edi. Bir xo'rsinib qo'yib ustimdagi daraxtga qaradim. Sarg'aygan g'azonlar yengil uchib tushib, chig'ir yo'ldan seyrilib o'tdi va chatqinlik orasiga kirib ketdi. Unutib ketishni daraxtdan o'rgansam bo'lg'udek deb o'yladim. Daraxt behuda xotiralarini esida saqlab, o'zini avar qilib yurmaydi ekan. Muzik sadosi ichida Edmundning kitoblarini davomli aqtiraverdim. Ko'zim Silviya Plasning qalin bir kitobiga tushib qoldi. Varaqlasam, u Plasning she'rlari ekan. Edmund kirib keldi. O oshxonaga chiqib ayolga yordamlashib, mendan xabar olg'ach turgan ish bo'lsa kerak. Yarg'udek kitoblar bormikan dedi u. Yaxshi kitoblaringiz ko'p ekan dedim men. Qiziqishlarimiz o'xshab qoldi ekan. Plasning she'rlarini yaxshi ko'radigansizda? Uni Vestabek yaxshi ko'rdi. Plas she'r yozishdan avval shoir bo'la olgan ayol. Edmundning deyishicha, uning xonimi Cambridge universitetida jamiyatshunoslik bo'yicha doktorlikni tamomlagan ekan. Plasni nurg'un ayol yaxshi ko'radi ekan. Parang asnosida ko'zim yana bir ishkapdagi koni kitoblarga tushib qoldi. Xurmirang qattiq muqovaga ilingan bu kitoblar alohazal 20 tom atrofida keladi. Bu kitoblar-chi dedim men Edmundga ishkap tarafni ko'rsatib. O Hyogoning asarlari menga momamdan meros qolgan. O Edmundga qarab qoldim. U mening shar'iy talab qilganimni tushungandek. Fransuzchani yomon emas tushunman. Ba'zida o kitoblarni varaqlab Hyogoni his qilman. Momamning ma'naviy dunyosini qiyos qilaman. Edmund Orxon Pamukning qo'limdagi kitobini ko'rib so'radi. Orxon Pamukning asarlarini yaxshi ko'ramsiz? Orxon Pamukning ismini amdi tunduq. Asarlari Uyg'ur nashridan chiqqchi bo'lmadi, dedim men qo'limdagi kitobni o'rib jo'rib. Uning asarlari ichida Qarni bek yaxshi ko'raman, dedi Edmund. Meningcha u yuqori mahoratli yozuvchi, shoirligi xeli kuchli. Qo'limdagi kitob Dal Pamukning Qar degan romani edi. Shu arada Vesna xonim tamoqning tayyor bo'lganligini aytdi. Men kitoblarini joyiga qo'yib Edmundga ergishib oshxonaga tushdim. G'arbda oshxona degan so'z bizdagidek ma'ni bermaydi. G'arbliklarning uylaridagi oshxona uchoq, qach-quchoq, xurujlarni bildirib qolmay, tamoq yeydigan ustalni bildirdi. Ular o yerda ham tamoq etishidi, ham tamoq yeydi. Demak, ularning oshxonasi har qancha kichik bo'lgandimi, ana shu talabga loyiq loyihalandi. Edmundning uyi inglizchada flat deyildi. U bizdagi qavatlik uy degan ma'noda. Bundaq uy Urumchidagi uylarimizga nisbatan xeyli ozod bo'lsa-mu, Angliya sharoitiga nisbatan kichik uy hisoblandi. Shuningga yarasha Edmundning oshxonasi kichik edi, lekin oshxonaning o'ttirisiga abjalgina tamoq ustili va o'rindiqlar qo'yilgan bo'lib, ustaliga har xil meva, bolka, ko'ktat, salata, velkalar qo'yilgan edi. Kirishimiz bilan tang Vesna xonim har birimizga birdan salpetga tayyorlab oldimizga yeydi. Ondan allaburun tayyorlab qo'ygan qovurg'i kebabni ekeldi. Qo'y go'shtidan qilingan. Anglasam sizlar Uyg'urlar kebabga amriq ekansizlar, dedi Vesna xonim. Shundaq, kebab Uyg'urlarda ko'p yeyildi. Bilishimcha, turkiy xalqlar va pariziylarning hammasi shundaq. Londondagi turklarning kebablari nihoyat yeyishlik, dedi Edmund. Kebab seg'insangiz turk kebabxonalarini qiynalmay topa olasiz. Vesna bir taxsida azroq dumlangan guruch ekeldi va bir yilpa qovurg'ini taxsamga silib qo'ydi. Maysiz qovurg'a qizirib pishgan bo'lib, mazalik edi, dimiqimga urildi. Churib pishgan qovurg'a kebabning ta'mi shu hamon vatan havosini berdi. Vaqt kelganda bir puroq yoki tam sizga qovniq aslamlarini ato qila oladi va andikib turgan ro'yingizga tasalli bera oladi. Kebabning hidi mangni mishqtur Qashqarning Guzar, Chasa degan yerlarining avatkashlik bozorlarini asildidi. Chehridan to'pi yig'ib turgan bu shaharning yuragi yelanjab turdi. Edmund vinoning og'zini ochdi va menga vino qo'yishga tamshaldi. Men vino icholmaydiganligimni bildirib qo'ydim. Men tamoqdan keyin meva yeyishni yaxshi ko'raman, dedim men Edmundga. Men cho'ng bo'lgan 5 gram mevachi ko'p chiqadigan Qashqar shahrini mev bilan ta'minlaydigan cho'ng yesa. Shunga mevaga amroqman. Men 5 gramga bir qatim borgan, dedi Edmund yaxshi yurdi ekan.
Edmund o'ziga vino quydi va bir tamshim o'tildi. Vesna Izabellalami o'z o'rinlarida o'tirishdi. Siz bir jamiyatshunaslik doktori ekansiz, lekin she'rdan zo'q ilishni unutmabsiz, dedim men Vesna xonimga. To'g'ri, men ba'zida she'r o'qib qo'yaman. Siz boshdan kechirgan tuyg'uni shoirlar allaqachon tasvirlab bo'lgan bo'ladi. Men uchun aytganda, she'r o'qish tuyg'ularimni shoirlik tasdiqlatish bilan teng. Pilasni yaxshi ko'rgansiz-a? Shundoq, u ayollik tabiati bekil nozik bir shoira. U o'zini qizishga bek e'tibor bergan. She'rlarida sulg'un, lekin isyon. Uni ayol haqchi, ya'ni feminist deyishdi ekan. Sizni mu ayol haqchi desak bo'lamdi? Men aktiv faoliyatchi emas, o'zimning ayol ekanligimni tunigan ayol. Haqiqiy ma'noda ayol bo'lishmi qiyin deb qarayman. Siz qayerda xizmat qilasiz? Uyda o'ltirib Izabellani boqaman, Edmundni kutaman. Ba'zida fond jamiyatlardan yordam olib tadqiqot bilan shug'ullanaman. O'zim Krodiyadagi bir osonliq millat ma'rifini tadqiq qilaman. Siz mening g'oyibiy jamiyatimdagi ayolga o'xshaydi ekansiz, dedim men. Nima deganingizni toza tushunolmadim, dedi Edmund. Uyg'urlarning an'anasida ayollar uyda o'ltirib bolalarni boqadi. Erlar sirtlarda tirikchilikning ipini qilishidi. Fojialik yeri ayollarning ko'pi savodsiz qolgan. Bu oxir bolalarning sifatli tarbiyalanishiga salbiy ta'sir elib kelgan. Uyg'ur ayollari muloyim, itoatchan, sodda musulmonlar sifatida oila va bolalarga o'zlarini beg'ishlagan. Balalarga hayo va axloqdan tirik dars berilgan bo'lsa-mu, mavjud dunyoni cho'nqurlab tushunishda amalsiz qolgan. Hozir ahvol tamoman boshqacha. Hozir qizlar o'qishni bu orqali hukumatning kasbiy ma'muriy xodim bo'lib, muqim maosh olishni yaxshi ko'radi. Shaharlarda asosan shundoq. Uyda o'ltirishni yaxshi ko'radigan ayollar nihoyat oz. Ayollarni uyda o'ltirg'izib, o'zi ishlaydigan erlarmi nihoyat oz. Ular balalarni o'zlari emas, hukumat qarmog'idagi yasli va maktablar orqali tarbiyalaydi. Ata-onalar yuqori ma'lumotli bo'lishiga qaramay, avlod tarbiyasi haqida tuzuk ma'lumotga ega emas. Maktablarning darslik programmalari ko'p sonli millatning taqozosini chiqish qiladi. Mening g'oyibiy jamiyatimda ayollar sifatli tarbiya ko'rgan, pokiz, aqlliq, parvarishkor sifatida oilani illiq bir maktabga aylantirgan bo'ladi. Har bir Uyg'ur oilasida bolalar o'z an'anasi va e'tiqodi bo'yicha sog'lom tarbiya oladi. Erlarning tafovati oilani qamdaydi. Ayollar xolisa jamiyatning madaniyat, ma'rif, farovonlik ishlariga yaqindan aralashadi. Vesna xonim, siz dal shu xil ayollarga o'xshaydi ekansiz. Angliyada hamma ayol undaq emas, dedi Edmund. Ular xolis ishlaydi, xolis uyda o'ltirdi. Buni ularning sharoiti yoki xohish belgilaydi. Bizde uyda o'ltirgan ayollar bilimsizlik ko'rindi. Meningcha uyda o'ltirgan ayollar bilim va e'tiqod bo'lsa, uning husn go'zalligiga boshqacha ma'naviy qudrat qo'shiladi. Siz bir an'anachi ekansiz, dedi Edmund. Tingilgan bir zamonaviylik muhitida an'anachi bo'lishning yo'lliq yeri bor, dedim men. Uning ustiga taraqqiyotni o'zining an'anasidan ayirib etgan xalqning istiqboli bo'lmaydi. Edmunddan sizni shoir deb angladim, dedi Vesna xonim. Qaysi tilda yozsiz? Uyg'ur tilida yozman, dedim men. Bizning she'riyat an'anamiz uzun. Mundaqdan men sizni xanzuch yozdi deb o'ylabdiman. O'zimizning ona tili bor, tilimiz turkiy tillar oilasiga kirdi. Vesna xonim meni qaytadan bayqayotgandek parang'i texmi ichari kishib ketdi. Siz qaysi shoirning ta'sirini e'tirof qilasiz deb so'radi u. Aniq bilmayman. Menda jiq shoirining ta'siri bo'lsa kerak. Yillarning o'tishi bilan odamning havasi o'zgarib turdi ekan. Nima uchundir Octavio Paz bilan o'zimizning milliy shoiri Navoiyning she'rlarini doim o'qib qolaman. O'qigan sari ulardagi sehriy kuchni shuncha bayqayman. Paz so'rdi Vesna xonim. Nobel mukofotiga erishgan Meksik shoiri, dedim men. Uning she'rlarida sharq va g'arbning xususiyati uchrashgan, hatto tasavvufmi bordek his qilman. Hayronman, dedi Vesna xonim. Chet ellarning adablari bilan xeyli jiq uchrashgan ekansiz. Ularni tadqiq qilamsiz? Ba'zida maqolalar yozman. Tolstoy, Cervantes, Milan Kundera haqida yozganman. Milan Kundera? So'radi Vesna xonim. Shundoq, men u yozuvchi qiziqman, dedim men. Milan Kundera sizlar tarafda xeyli umumlashganmi? Shundoq uning ko'plagan asrining xanzuchisi bor. Men uning hayotdagi chidog'siz yengillik nomli roman to'g'risida maqola yozgan. Kunderaning taqdiri boshqacha bir yozuvchi. U o'z vatanida turolmagan. 1968-yili Sovetlar Ittifoqi armiyasi Chexoslovakiyaga besib kirgandan keyin u xizmatidan ayrilib asarlari ta'qiblangan. Oxir bo'lmay 1975-yili Fransiyaga chiqib ketib, fransuz ham chex tillarida yoziqchilik qilgan. 20-asrda surgundagi yozuvchilar ko'p bo'ldi. Kundera, Milosh, Brodsky, Aleksandr Solzhenitsin bular o'z davrining vijdoniga vakillik qiladi. Ayni davrlardagi diktatorlik tuzum ularni paturmadi. Shuning bilan ular surgunni tanlab olishdi. Sarasonlik adolat egalari amalsiz tanlab olgan erkinlik. Ular izdegan imkoniyat ashu noma'lum makondan tepiladi.
Ba'zi yozuvchilar o'z vatanida turibmi uyi surgun bo'ladi. Ular o'ziga tava bo'lgan ashu birdan-bir bo'shliqda yiziqchilik qilishidi. Shundaq dedi bayatdan beri tinglab o'ltirgan Edmund gap qistirib. Vatani o'ziga tava bo'lmagan odam uchun yiziqchilik uning tirikchilik makoni bo'lib qoladi. Bu so'zni Theodor Adorno aytgan. Qaltis gap ekan. 20-asrning oldingi yarimidan burungi yahudiylarning o'zlik eng ifodalangan so'z ekan. Men uni yezib bergan bo'lsangiz, dedim men Edmunddan o'tinib. Sumkamdan bir varaq qog'oz chiqardim. Edmund yezib berdi. Vatan bo'lmagan odam uchun yiziqchilik mavjudlik makonidir. Rost gap qilish mumkin bo'lmaydigan yer haqqoniyatchi yozuvchining vatani bo'lolmaydi, dedim men azroq turib olgandan keyin. Hatto o'zining inson ekanligini tushungan odamlarning vatani emas, dedi Edmund to'liqlab. Izabella teg'ichi tuzuk tomoq yemayotdi. Vesna xonim Izabellani tomoq yeyishga ko'ndirishning ilojini qilishga boshladi. Edmund uningga bo'lishib berdi. Men oldimdagi maymun shaptodan birini ilib so'yib yeyishga tutundim. Sizlar kutubxon uyda paranglashib tursanglar, dedi Vesna xonim birozdan keyin. Buni taxslarni yig'ishtirib o'tay. Izabella qo'ldagi velka bilan shirani urib, o'ynag'ach tomoq yeyishga kirishgan edi. Buningdan ko'ngli tingan Edmund meni ustiga boshladi. Uning qo'ldagi qip-qizil vino choy qilib turardi. Edmund, dedim men üstüdeki öydü öğre durup. Men g'arib falsafa tarixi haqidagi ommabop biror parcha kitobni tunishtirgan bo'lsangiz, ingliz tilida ko'rib baqsam deyman. Vatanda Bertrand Russellning shu temadagi asarlarini ko'rgan edim. Shu asarlarning inglizchasini ko'rsam bo'lar balkim. Russellning kitoblarini o'qimak qiyin, dedi Edmund azroq o'ylanib olgandan keyin. Uning o'zmi faylasuf bo'lg'achqa falsafa tarixi haqidagi asarlarga o'zini singdirib o'tgan. Uningdan Richard Tarnasning G'arb ideya tarixi degan kitobini o'qisangiz yaxshi bo'ldi deb qarayman. Bu kitob o'bitibaroq tushunishli yozilgan bo'lib, avtorining xohishidan xoli, sizga muvofiq kelishi mumkin. Edmund bulondagi bir kitob ishkobining oldiga berib kitobni izdidi va u kitobni ilib menga ko'rsatdi. Qilin bu kitob xeyli yillar ilgari chiqqan bo'lsa kerak, qog'ozlari sarg'ayib ketgan edi. Edmundning ijozatini ilib kitobni sumkamga soldim. Ozroq vaqtdan keyin oshxonaga tushib, Vesna xonimning duxovkada yang pishirgan tatliq turimlarini maza qilishdik. Xeyli kech bo'lib qolgan edi. Men turadigan yer bu yerdan xeyli yiroq bo'lib, qanday qaytish mendek yo'l bilmaydigan odam uchun mushaqqatli bir jarayon edi. Edmund ailesi köpdün köp rahmet teşekkür izhar qilgandan keyin o'rnimdan turdim. Vesna xonim meni uyda o'zitib qoldi. Edmund men bilan birga pastga tushdi. Tala qorong'u va sovuq edi. Chiroq yo'riqdagi ko'chalar timtas, anda-munda g'azonlar larzon shamolda shirildab, yer beg'ilab nagidir ketishyapti. Edmund meni qaytib ketalishimga qulaylik bir metro vokzaliga pikap bilan olib qo'ymoqchi bo'ldi. Pikapga chiqishimiz bilan tang yig'in boshlandi. Vokzal eg'izda Edmund bilan xo'shlashdim. Valsim Stofqa baradigan yo'nalishni avaylab topdim. Kech bo'lg'achqimikin metroda odam oz edi. Bir o'rindiqqa joylashib, doktor turib uyda bola beqish bilan o'tayotgan Vesna xonimning ta'sirot asosida uyda o'ltirgan ayol, biz ko'p holda oila ayoli deb ataymiz, degan uqum ustida o'ylanishga boshladim. Uyda o'ltirish, to'g'risini aytganda oila ayoli bo'lish, men ko'rgan chet ellarda Yaponiya va Angliya bugungi uyg'urlarimizning tushunchasidagidek undaq yo'qolang ishlardan emas edi. Balki ailening kelgusi va jamiyatining to'g'ri hayot yo'li uchun ajr qilishdan iborat. Davrimizdagi erlar va ayollarning qallasida uyda o'ltiradigan ayol haqidagi uqum mujmallashib, kamsitish ma'nosiga ega bo'lib qolgan. Ko'rganlarimdan qaraganda uyda o'ltiradigan ayol o'qimaganlikdan yoki ish topolmaganlikdan uyda o'ltirib qolgan bo'lmasdan, balki o'ziga farz sifatida buyurilgan o'qishdan iborat vazifani yaxshi o'rinlab, umid yulduzlari bo'lgan farzandlarini o'z qo'li bilan tarbiyalashni o'zining sharafli xizmat qilib tanlagan ayoldir. Shundaqla bu xizmat uchun oilani muhim ish o'rni deb tunigan ayoldir. Uyda o'ltiradigan ayol jannat onalarining oyoq ostida degan muborak o'rnini taqash layoqatini qo'lga keltirishni yodidan chiqarmagan ayol. Uyda o'ltiradigan ayol hargizmi o'g'inish va qobiliyat yetildirishdan mahrum bo'lgan ayol bo'lmasdan, balki millat va ummat taqozosiga loyiq holda haqiqiy ona bo'lish uchun bo'sh vaqtlardan o'gindigan, bolalarining taraqqiyot ehtiyoji uchun o'zini taraqqiy qildiradigan ayol. Uyda o'ltiradigan ayol g'urur va izzatni setish badaliga keladigan xizmat uchun talmirib yurishning o'rniga bolalarini e'tiqodliq, axloqliq, bilimli qilib tarbiyalash va ularning ichki dunyolik baxti uchun yuqori ma'naviy muqom bilan o'zini qurollantirgan ayol. Uyda o'ltiradigan ayol o'zini qadrlangan jamiyatdan qaqshab yurishning o'rniga jamiyatning hujayrasi bo'lgan oilani qo'liga ilib, kelgusidagi go'zal jamiyatning insoniy asosini qurayotgan ayol. Uyda o'ltirgan ayol oilada tayyorni yeb o'ltirgan ayol bo'lmasdan, balki bilguchilik barlar uchun aytganda oilasining barakati,
әрнің арқы терeki, kelgüsdeki alim yoki hakim avlodlarning tunji o'qitquchisi. Öyde o'ltirgan ayol hargizmo töhpisiz ayol bo'lmasdan mehr orqali balalarga muhabbatni o'rgatgan. Ayollik kuchi orqali erlarga madad bergan. Diyanati orqali avval oilaga, shu orqali jamiyatga iymon beg'ishlagan ayol. Öyde o'ltirgan ayol maddiy bayashatlikning kushandisi bo'lmasdan oilani bozor va iste'molning taltikus quli bo'lib qilishdan saqlaydigan, oilani harom va makruhlardan xoli qiladigan, oilaning har turli faoliyatini ibodatga aylantiradigan ayol. Uyda o'ltirgan ayol hargizmo romantik turmushni unutib ketgan ayol bo'lmasdan, balki oila a'zolarini dasturxon atrofiga yig'ib, oilani jalbkor qiladigan sevgi san'atkori va vafo qahramoni. Uyda o'ltirgan ayol qandaqdir oddiy bir uyning sohibxoni bo'lmasdan, balki bu dunyodagi halovatning barpochisi. U oilani bir kichik jannatga aylantirish orqali ma'naviy kuch, aqida hosil qilib, haqiqiy jannatga ko'rik yasaydi. Uyda o'ltirgan ayol nihoyatda afsuski, bizda bir tashlandiq xarobaga aylanib qolish oldida turibdi. Endi uni ta'g'irsiz buyuk qurilish sifatida qo'lga oladigan vaqt bo'lib qoldi. Edmund bilan haftada bir ko'rishib turdik. Ko'p chaqda 10-20 minut baldur berib qolatdim. Asoviyasining hovlisidagi kitobxonada kitob ko'rgach Edmundni saqlaydim. Edmund Ma'rif institutidagi ishxonasidan aldirmay chiqib keladi. Uning puchusida hamisha men ilgari ko'rgan kiyim, putida yana shu kumshib ketgan oyoq. Mürüsüde salpiyip durgan çoğun poştarang sumka. Adatda bu sumkada bir ikki parcha kitob bo'ladi. Ondan ishtayin qildigan ishlarni planga ilish daftar bo'ladi. Bu daftar xeyli cho'ng bo'lib, qalangan bir narsalar yozilgan bo'ladi. Lekin Edmundning o'zi u daftardan o'ziga lozimlik mazmunlarni darhol topa oladi. U men bo'lgan navbatdagi uchrashuv vaqtini shu daftarga bir qarab o'tgandan keyin bekitadi. Edmund bilan ko'rishadigan vaqtimiz ko'pincha tush paytlariga to'g'ri keladi. Bundaq kunlarda jovanda bolkini yalpaqlab to'g'rab, arasiq biliq konservasi, ko'ktat silib, yaltiroq pan bilan ilib sandwich qatnani yasab oladim. Va uni ikki tal olma bilan qo'shib so'ngga silib oladim. Edmund bilan xo'shlashgandan keyin maktab oilasining chimliqida yoki oftob tushib turgan bir maydonda daq yerga o'ltiribla o'zim etgan qatnani mazza qilib yeydim. Mineral su bilan yeyilgan qatnan menga shunday huzur bag'ishlaydiki, turmushdagi oddiylikning xazidini o'z tajribam orqali cho'nqur his qilib yedatdim. Maktab oilasida tushlik tomoqni undaq yeydiganlardan manli emas edim. Oftoblik kunlarda o'quvchilar top-top bo'lib o'ltirishib, paranglashga tushlik tomoq yeyishatdi. O'quvchilarning ko'pi chet ellik bo'lib, qiz-yigitlarning hammasi shunday qamlashgan. Balkim ularni biror rejissor tanlab kelganmidi, ularni bu yerga ilib kelgani ularning g'oyasi bilimi va iqtisodiy ijtimoiy imkoniyati edi. Yoshlik shu qadar bebaho ekanki, u hamma odamni dilrabo va shosh ko'rsatadi. Allohning qudrat kamolida go'zallik tipining cheki bo'lmaydi. Qizlar qaysi rang, qaysi irqdan bo'lmasin, shunday ra'no va suyumlik edi. Bu hal go'zallik va nazokatning irqiy chegarasi bo'lmaydiganligini, har bir irqdagi go'zallikning o'ziga xos joziba bilan qalb dunyosiga zilzil solalaydiganligini dalillaydi. Qizlar o'zining go'zalligini ko'z-ko'z qilib qetib olmaydi. Ular muloyim, sabiy va tabiiy edi. Kiyinishlarda ixtiyoriy bir kayfiyat hozir ediki, go'yo quliq nimchiqsi kiyib chiqaverganda ko'rinadi. Yasinishga urinishning alomatlarini sezgil bo'lmaydi. Ularning yuz ko'zlari grimsiz, yeningdan o'sa daladagi chig'irtmoq gullari yoki pichan gullaridek puraydi. Udul kelgan yerini ilg'imayla o'ltirishib, sumkasidan chiqargan narsalarni yeyishib, o'zlarini qo'yib berib, kulishib, parangga kirishib ketgan shu qizlar tomoshabindan xabarsiz edi. Odamlar kuni kaptarlar qizlar to'pining oraslarida yo'rg'ilishib yurishadi. Qizlar bo'lgilarini uvlab tashlab berganda kaptarlar huduqqindan qanot qilib qo'yishadi. Turmushdagi go'zallikni kapital yoki huquqning kuchi bilan qo'g'lishib yaratqili bo'lmaydi. U tamo va mahkumlikdan xoli, oddiy sodda, xolis insoniy qalbning dunyo haqidagi riyosiz kashfiyotidir. Men yegan qatnan shu qadar oddiy. O'zim sog'lom bo'lishqa u nihoyatda lazzatlik. Atrofimdagi hech kim menga angliq holda o'z go'zalligini taqdim qilmaydi. Ma'naviyatimdagi go'zallik o'zining sho'lisini ulardan ko'radi. Sağlamlıq, aptab, qizlar va kaptar qo'limdagi qatnan. Mana bular Alloh ashu daqiqada menga bergan imtiyoz. Go'zallik istama, o senda degan gapning ma'nosi shu.
Edmund ikkimiz odatimiz bo'yicha SOES binosining ikkinchi qavatidagi yilqi zalga kirdik. U choy buyurdi, men qahva buyurdim. Bir-birimizni navbat bilan mehmon qilishatdik. U Uyg'ur jamiyati, din va ma'rifga doir ba'zi savollarni tayyorlab kelgan bo'ladi. Albatta, bu savollar 20-asrning oldingi yarim mezgildagi tarixga tutishib ketgan edi. Ko'p holda uning sumkasidan Mirahmat Ziyid Yolqin Ro'zlar tarafidan yozilgan Mamtili Apandi nomli kitob chiqardi. U bu kitob avtorlarining salohiyati, kitobdagi materiallarning kelish manbasi, avtorlarning tarixiy faktlar bilan bo'lgan aloqasiga doir konkret savollarni so'raydi. Men uning savol so'rash usulidan bir tadqiqotchining masalalarni ko'rsatishdagi mahorati, pozitsiyasi, astoydilligini ko'ratdim. Shu orqali o'zimdagi kamtik taraflarni bayqaytdim. Turibla avod jamiyat puhralarining xarob jamiyat puhralari bilan bo'lgan muhim bir farqini tunib yetgandek bo'ldim. Avod jamiyat puhralari faktlarsiz hukm chiqarmaydi. Avval fakt asosidagi tekshirishga ko'ngil bo'ladi. Ondan faktni muloyiz qiladi. Bu muloyizlardan navbatdagi ish harakatiga munosabatli tub qarorlarni chiqarishidi. Bundaq insonlar fitna fasodga azroq ishindi. Chiqimchilik tufayli o'zini bosolmay xatolik o'tkazishdan imkoniyatning baricha saqlanadi. Men chet el tadqiqotchilarining Uyg'ur odatlari haqidagi yozmalarda İbrahim Niyaz bilan doktor Rayla Davudning tadqiqotidan ilingan naqllarni ko'proq uchratdim va bu haqda Edmunddan so'ramay tura olmadim. Tadqiqotda tekshirishdan kelgan birinchi qo'li asli manbalar nihoyat muhim, dedi Edmund. Bir odamning asridagi ilmiy qimmat va yangilikni tekshirish orqali erishgan faktlar ko'proq belgilaydi. İbrahim Niyaz Uyg'urlardagi jadid ma'rifini bevosita tekshirgan, ayni davrning shohidlari bilan uchrashgan, ulardan material olgan. Shon kishilar uning yozmalariga ma'lum darajada ishongan. Raylaning Uyg'ur mozorlari haqidagi tadqiqoti bizni tekshirishdan kelgan faktlik materiallar nuqtasidan bekrak qiziqtirdi. Rayla Davudning mazarlar haqidagi kitobi Uyg'urlar qiziqadigan tadqiqotchilarning maqolalarining keyindagi manbalar tizimligida ko'ziga ko'p chiliqatdi. Sizlar bizning tirikimizga qaraganda o'likimizga bekrak qiziqamsizlar nima? deb so'radim chaqchaq aralash. Edmund kulib ketdi. Sizlarmi o'liklarni cho'ng bildikansizlar emasmi? U oldidagi choydan bir o'tlibatdi. Mazarlarni tavob qilish hayotga tutilgan pozitsiyaning bir qismi. Mazarlarni tadqiq qilish orqali Uyg'urlarning turmush falsafasini tushungil bo'ladi. Shunglashqa mazarlar tadqiqoti qiziqarli. Edmund bilan parangimizda bir nuqtaliq tema oldinala bekitilmasmi? Asosiy bir xohish Uyg'urlarning moddiy ma'naviy hayotini cho'nqurlab tushunishga urinish bor edi. Edmund Mamtili Apandi nomli kitobdagi Mamtili Apandining she'rlarini inglizchaga tarjima qilib beqishimni o'tindi. Mening hozirgi inglizcha saviyamga nisbatan aytganda bu mumkin bo'lgan ishmi? Edmund ahvolimni tushunmay qolmaydi. Men uning taklifini qabul qildim. Try dedim men Edmundga. Bu Uyg'ur tilidagi sanab baxmaq, qilib baxmaq degan so'zlarga yaqin bo'lib, inglizlarning turmush lug'atida aktiv pozitsiyani bildirdi. Ular farzandlarini hamisha sanab baqishga rag'batlantirdi. Men kitobni Edmunddan ilib ketib, Mamtili Apandining she'rlarini qayta o'qiydim. Ondan uningdagi iboralar tangdosh ma'nodagi inglizcha so'zlarni lug'atlardan aqtirib, misralarni mexanik ravishda tarjima qilib chiqardim. Buni hargizmi she'riy tarjima degil bo'lmaydi. U faqat ma'noni chiqarishga bo'lgan bir maydon mushaqqatli urinish edi. Mamtili Apandining she'rlaridagi qayg'u aralash umidvorlikni ingliz tilidagi kayfiyatda ifodalash men uchun to'liq yiroqdagi ish edi. Men she'rlarni tunji qatim tarjima qilib bo'lgandan keyin qayta aql ko'chiratdim. O'zimcha bu amgakimdan to'liq mamnun edim. Bu holda Edmund bilan bo'lgan parangimiz ilmiy qatlamga shuncha to'yinatdi. Ko'rishganda Edmundga tarjimamni o'qib berdim. Edmund Uyg'urchani xeli tushunadi. U tarjimalarimni qo'limdan ilib Uyg'urchaga solishtirib, boya talaffuzimdan aniq bo'lmagan ayrim tarkiblarni aniqlaydi. Mamtili Apandining she'rlaridagi milliyatchilik nihoyat kuchli ekan, dedi u tarjimlarni ko'rganda. Bu xil milliyatchilik ma'rifat va taraqqiyotga bo'lgan tashnalik bilan xarakterlangan. İngliz tilidagi nationalizmning bizdagi ma'nosini millatchilik, milliyatchilik, qavmiyatchilik, vataniyatchilik degan so'zlar bilan izohlash mumkin. Men boshqalarni yeklash xarakteridagi xoli holda o'z milliyatimning mavjudligini tunish va suyish harakatini milliyatchilik deb elishni muvofiq topdim. Uni yana millatparvarlik deb olsam bo'ladi deb o'ylayman. Rayonimizning sirtidagi ijtimoiy taraqqiyotlar va inqiloblarga qarshi holda Yanzonshin yerlik xalqlarni bekinma, nodon, qaloq, tabiiy-quvvazlikda tutishga tirishgan. Xalqni ong uyg'onishiga ilib boradigan maktab, matbuot deganlarga o'xshash vositalarni qattiq cheklagan. Meningcha siz aytgan tashnalik mana shunday reallikning inkosi, dedim men Edmundga.
Şinjandagi yerlik xalqlarni idora qilish tadbirlari Zozongtang davrida shakllanishga boshlab, Yanzongshang davrida xiyli pishgan, dedi Edmund. U har qaysi etnik qavmlarni bir-biriga mutaassib o'limalarni jadidlar islohotchilarga, yerlik beglarni o'z xalqiga qarshi qilib qo'ygan. Mana bu siyosat ilmidagi bilib boshqarish taktikasining yerlik tusda sistemalashishi. Shundaq dedim men Edmundga. Nimishqidir uningga ortiqcha inkos qaytarishning o'rniga xiyolga g'arq bo'ldim. Ma'riflik islohot Abduqodir Damulla davrida din bilan birlashgan ekan. Mamdil Apandi va Maqsud Muhidi davriga kelganda Almaniy dindan xoli tus ilib, Burhan Shahidi Sayfiddin Azizlar davrida tamoman materializmlashib, oxir kommunistik mavqe bilan birlashgan. Edmund Xivir Tümürning Abduqodir Damulla, Abduxoliq Uyg'ur temasidagi tarixiy qissalarni to'liq ko'rgan ekan. Burhan Shahidi Sayfiddin Azizi Sayfullayevlarning umr aslamlarini xili tafsili o'qib chiqibdi. 20 asrdagi Şinjanning ideologiya ko'rishi ko'p qutub, ko'p xil kuch, ko'p odam aralashgan ko'p pardalik dramaga o'xshaydiki, rejissyorlar sahnaning orqasida bo'lg'achqa ularni ko'rolmagan. Xalq har bir pardaning g'oliblariga havmiqib qarab qolgan. Sarxillar qo'llaridagi qalamni xalqning yuragidan iborat duetga chaplab, o'z arzularini sızmoqchi bo'lganda, sodda xalq duetlarini kimga tutib berganini toza anqirolmagan holda qurbonlikqa aylangan. Her qadimliq ko'rish men uchun bir mas'uliyat ediki, tayyorliqsiz kelmaydim. Ko'rishda ya men gap qilishim, ya Edmund gap qilish kerak edi. Har ikkisi inglizcha saviyamning o'sishi foydali edi. Biz bargan sari kishilik turmushdagi hasratimizni to'kishadigan bo'lib ketdik. Edmundning qiynanisi Krodiyada turadi. Yeshi 80dan halqagan umumay pat-pat og'rib qolsa kerak. Edmund ayolning Krodiyaga onasini yo'qlash uchun ketib qolganligini, qiziga o'z qarovatganligini, yozayotgan kitobining bitmay keyinlik so'rilib ketayotganligini aytadi. Ba'zida u ayol bilan birga qiynanasini yo'qlig'iga Krodiyaga ketib qoladi. Umumayning bekli yashnab qolganligini, ayolining onasining qishida bo'lolmayotganligini aytib afsuslanib ketadi. Men buningdan Edmundning ayoliga bo'lgan sevgisining boshqa bir yuzini ko'rgandek bo'lardim. Meni suysang, onamnimi suy? Bu Qashqar Pedagogika institutida o'qiyotgan mazgilimdagi Muhammad Qiyim ismli bir o'quvdishimning bir parcha she'rining mavzusi bo'lib, Edmundning qiynanasiga bo'lgan mas'uliyatini, uning ayoliga bo'lgan muhabbatining ifodasi deb tasvirlashimga aytim shakl bo'la oladi. Muhammad Qiyimning she'rida sharqcha texmo konkret aytganda Uyg'urcha oilaviy muhabbatning taqozosi ayon edi. Edmund Uyg'urcha vafodorlikni o'ylabmi ketmagandi? Balkim uning qiynanasiga bo'lgan ixlosi, mas'uliyat uqum bilan ko'proq bog'lanib ketgan bo'lishi mumkin. Qanday qilib bo'lmasin, bu bir xil muhabbat edi. Mundaq bir yumurliq so'z esim. Agar bir ayoliga mashinaning eshigini ichib bergan bo'lsa, bu ya ayolining yangliqini, ya mashinaning yangliqini bildirdi. Bu gapdan quyuq amaliyatchil va istimaliyat purab turdi. Hozirgi zamon odamlarining ko'pinchisi ashundoq bo'ladi. To'xtamsudek tinjiq, bir xil ravishdagi buruqtirma oilaviy turmushning ichki qismidagi ojizlik yangicha bir turmushni sinab baqishga kuch ko'radi. Aran turgan vaqtingizda tunugin bek muhim tuyulgan ishlar bugun bek muhim bo'lib ketishi natayin. Shunga har bir kun o'z strategiyasi va qaroriga ehtiyojliq degandek o'gitlar sizni hozirini qadrlash xohishiga atlantirdi. Biroq Edmundning turmush yo'li mundaq bir maslakni ovozsiz xitob qilayotgandek tuyuladi. Ota-onangni qadrla, ayoling va bolalaringni suy. Oddiy sodda yasha, baxt degan ana shu. Bununla qarab Edmundning jamiyatini an'anaviy axloqiy qimmatga moyil oqsoqlardan bo'lsa kerak deb o'ylab qolatdim. Bu haqda Edmunddan so'rab yurmadim. Boshqalarning shaxsiyatini o'zlari aytmoqchi so'rab o'ltirishni o'zimga ravo ko'rmaydim. Kapitalizm, shaxsiyat va iste'molchilik rosa gullangan bir jamiyatda Edmunddek bir shaxsni oz deb o'ylaydim. Bu o'yin odatga aylangan qarashning mahsuli bo'lsa kerak. Har holda an'ana, axloq, vafo, kuyum qatorliq uqumlarni kishilik turmushning mazmuniga aylantirib, uni o'zining tabiati va samimiyati qilib o'tadigan Edmunddek kishilarni g'arib jamiyatida oz, bizning jamiyatda ko'p deb aytishimga aqliy asos topolmaydiganligimni tushunatdim. Arada Edmund bilan 2-3 hafta ko'rishalmadik, chunki u ayolini davolatish bilan bo'lgan edi. Uning bilan ayoli doktorxonadan chiqib bo'lgandan keyin ko'rishdik. U ayolining nihoyat jafo tortganligini, uning o'ziga navbatdagi avlod qoldirib berish iqtidorining bekli shubhalik bo'lib qolganligini aytib yig'lab tashildi. Shu chaqda men ko'z oldimda doktor emas, inglizmi emas, bir insonni ko'rdim. Bu insonning insoniyligida Odam alayhissalom, Nuh alayhissalomlarning zotini ko'rdim. Shu topda Odam alayhissalomning ikki bolasi o'zlarining zamonaviy dunyoga xos sifatlarini tamoman unutgan holda bir-birining mehri va hasratiga sherik bo'lishmoqda edi. Ikki odamning bir-birining samimiyatiga shak keltirmagan holda dardlashishi qanday zo'r, ha? Men Edmundga tasalli berdim. Halim g'oyki inglizcham yetishmaydi.
İngilizcem qalbimda küvəcəb turğan payansız hissdaşlıq dənizini təsvirləb berişkə hərəksi yetməydi. Mening İngilizcem aşu dənizdəki acizgın bir qiyiqdək nima qilishni bilmay leyləb qalatdı. Şundaqdımı mən Edmundның bəxtlik ər işkənligini isbatlaydigan sözlərini aytatdım. Yaxşı cəmiyyət, yaxşı xizmət, sağlam tən, yaxşı görüdigan ayol, şox bala, həmədən mühimi qanun boyunca mağdigan cəmiyyət puqrası. Mən balıq bək amraq, deydi Edmund. Tilisang Allah beridi, deydim mən. Yana bir qitim ko'rishganda, u ang bo'lmaganda bola beqib olish niyatining borligini aytdi. Men uni shunday qilishga rag'batlantirdim. Bizda g'arbni ko'rmagan, ammo g'arblikdek bo'lib olgan zamon modellar bor. Ular tug'ilgan kun xotirasi o'tkazib, tortlarga sham qadaydi. Naqsh aytib sham puflaydi. Ular farzandlik bo'lishni sharqning hamoqatligi deb biladi. Erlar orasida ersiz yuriydi. Ayollar orasida ayolsiz yuriydi. Fakt shuki, g'arbda shunday odamlar bor, lekin g'arbning odamlarining normal oilaviy turmushni jindan aziz ko'radiganlari yana ko'p. London shahrining cho'ng talla bozorlarida bir qancha bolasini agashtirib, narsa kerak setib oladigan er-xotinlar talay. Ba'zida maslahat so'raydigan ish bilan Edmundga telefon qilardim. Ba'zida u o'z ota-onasining yanida bo'ladi. Ba'zida oilasi bilan birga sayohatga ketgan bo'ladi. Mubada 4-5 kunlik dam olish bo'lsa, Londonda turmaydi. Bir bo'lsa Fransiyada, bir bo'lsa Italiyada sayohatda bo'ladi. Qaytib kelganda qizi Izabellaning qanday xush bo'lib ketganligini zo'q-sho'q bilan so'zlab beradi. Sizlar uchun chet ellarga chiqish to'limi oson gap ekan. Globusni oldinglarga qo'yib, barmoqlarni qayerga tekkizsanglar, shu yerning mehmon bo'la oladi ekansizlar. Biz o yildan bu yilga turpanga berib bo'la olmaymiz, deydim men Edmundga. Ba'zida bizning odamlarimiz aptab sinib kelish uchun atayin Ispaniyaga berishidi, deydi Edmund. Hatto oxirida davlatda turmaydiganlarmi xeyli bor. Agar biz globusni pirqiratimiz desak, o'choqdagi o't o'chib qilib qursak to'ymay qoladi, deydim men chaqchaq qilib. Chunki globusni har qancha pirqiratsam, joyimni topolmay qoldi ekanman. Balkim globusini pirqiratayotgan bo'lish mumkin, deydi Edmund chaqchaq bilan javob berib. Muqim o'rning bo'lmasa pirqiraversan shu. Edmund iqtisodiy ahvolimni bilgachga meni ayaydi. Arzon narsalar bor savdo rayonlarini tavsiya qiladi. Men yaxshi ko'radigan kitoblarni taqdim qiladi. Ehtiyojli materiallarni besib tayyorlab beradi. Angliyada bank hisobot kartasi ochqizish mushkul bir ish ekan. Edmund menga homiylik qilib u ishlarni osonlashtirib berdi. Turmushda men bir yesli bolasi, u go'yo yetakchim edi. U kutubxonalar, ko'rgazmaxonalar, bog'chalarga opirib kunlik turmushimni beyitadigan nuqtalarni ayamay ko'rsatdi. Ba'zida Edmund bilan SOESning yaqin atrofidagi qahvaxonalarga berib o'ltirib kelardik. Men bir stakan sut qo'shilgan qahva buyurdim. U qadahchilik keladigan bir stakanda sap qahva akeldirib, qaynoq suv bilan tangshab, sut va qand solmayli ichadi va sarangi qipichilik cho'nliqda juvanda baqali yeydi. Ana shular Edmund uchun bir vaqt tamoqqa hisob bo'ladi. Ba'zida u ishchiga yov ko'ktat ilinib yo'galgan nefis chalpak yeydi. Ikki chislisi tugab ketadigan chalpak uning uchun bir vaqtlik tamoq edi. Men Urumchidagi qahvaxonalar bilan Londondagi qahvaxonalarning zo'r farq qildiganligini ko'rdim. Urumchidagi qahvaxonalar kichik xonalar va dalonchilarga ayirib pardalangan bo'ladi. Qorong'u xonalar ichida kunga chiroqlar yonib turdi. Hamrohlar xira-chira burumtilarda o'ltirib, nefis pardalarning dallasida hay berib kelgan shaytonni qo'yib berishidi. Bunda qahvaxonalarda qo'rimlarmi bo'ladi. Qo'rimlar romantik jinsiy kayfiyat bilan birlashib, pul xashlashdagi tormozlarni bo'shtidi. Londondagi qahvaxonalar undaq emas. Londondagi qahvaxonalarni istutaksiz oshpazol deyishga bo'ladi. Kishilar bu yerga kirib, choy, qahva tipidagi ichkilarni ichib, pishiriqlarni yeb, qursaqlarini astarlashidi. Yo'ruq chiroq yo'rug'ida kitob ko'rishidi. Kompyuterlarni ichib, uchur ko'ridi. Darvaqa bu yerda oshiq mashhurlarning suhbatimi bo'ladi. Londonning qahvalari kishi qahvaning haqiqiy huzurini beradi. Bu yerda yeb qoldiki bir manzara yoki qiliq harakatlarni ko'rgil bo'lmaydi. Bilishimcha Londonda hamma narsa oshkor bo'lib, iffat savdolarimi kishilarning ko'zlarini g'alat qilib yurmaydi. Urumchida axloqqa doir gaplar tab-tab bilan hamma yoqni bir olgan. Ammo barcha so'rinda jinsiy rang bor, fasli yo'q. Har ikki shaharning qichishqoqlik kesili bor. Biri oshkora, biri yoshirin. Hozirmi dars oralig'ida azroq bir narsa kelganda Londonning ashu qahvaxonalarini seg'inaman. To'ngib ketgan vaqtlarimda Londonni ichgan qaymoqliq issiq turik qahvalarini ko'nglim tortdi. Bir stakan pokiz issiq sut. Edmunddan so'ramay turolmadim. Tushda hech qancha narsa yemaydi ekansiz. Qanday gap bu? Kunib qoldim. Quyuq qahva ichsam hisob bo'lib qoladi.
SOES binasının 2. qavatida va maktab oshxonasida tush paytini o'tkazganimda o'qituvchilarning tamog'iga tafsab salatdim. Go'shtsiz o't yashirilgan dumlim guruch ularning esil g'azasi edi. Ular ko'p chog'da issiq choy bilan 2 kisim baqali yeydi. Orqadan bir atal olma yoki bananni so'mkasidan chiqarib aldirmay yeb gazet ko'ratdi. Ularning bir vaqtlik tamog'i shu qadar oddiy va oz, lekin o'zlari ruhliq tetik ko'rinadi. Londonning kishilari oz yeydi ekan, shundaqdimi qaddi qomatlik to'lg'an bo'ldi ekan, deydi men Edmundga. Gap ko'p yeyishda emas, qaysi vaqtda nima yeyish va qanchalik yeyishni bilishda, deydi Edmund. O'ziga nima lozimligini badan yaxshi biladi. Yeb ichishlaringizdan tortib kiyinishlaringizga qadar oddiy ekan, dedim men uningga. Men shundaq oddiy, o'zimga tegishli bo'lmagan narsani boshqalar bersam olmayman. Men degan men, u degan u, baslashmayman, lekin qo'limdan kelishicha ishlayman. Peygamberimiz yangichilik narsasida boshqalarga muhtoj bo'lib qolma degan. Yana bir yerda ey odam bolalari, o'zingdagi o'zingga yetadi degan. Bizdagi odamlarimiz o'zining haq-huquqini surishtirmaydi, lekin ehtiyojidan tashqari mol-mulkiga hiris bo'lib, nafsining quliga aylandi. Undaq odamlar boy bo'lsa-mu ojiz bo'ladi. Ular iqim sudagi axlatga o'xshaydi. Nega berib, nada to'xtash uning ixtiyorida emas, suning ixtiyorida. Edmund Angliya jamiyatiga nisbatan o'tir tabiiy kishilarga kirdi. Bunday kishilar bu jamiyatning bo'zning g'olliq qismini egallaydi. Ular tinimsiz ishlaydi, hayotini mehnat va oddiy sodda barmanlik ichida xiraman o'tkazdi. Men Edmund orqali Angliya jamiyatidagi o'tir tabiiy kishilarning siymasini asosan ko'radidim deb qarayman. Edmund kishilik munosabatda o'zining turmush o'lchimini boshqalarga tangmaydi, lekin o'zi bajonidil amal qiladi. O'z amaliyatidan o'zi to'liq rozi edi. Suhbatlarda o'zi qo'shilib ketolmaydigan qarashlarga shundaqmi siz shundaq qaramsiz qiziqarli ishkan degandek so'zlar bilan inkos qaytaradi. Bunga qarab o'ziga puxta millatlar prinsipliq manfaatiga yetmaydigan ayyash masalalarda boshqalar bilan ziddiyatlashib o'ltirmaydi ekan. Balki muvofiq murassab bilan o'zini niqoblaydi ekan deb tushundim. Amerikaning turmadan qaytish filmdagi asosli qahramon Michael Scofield har qancha xo'rlansimi qo'shimcha ziddiyatga ergishib ketib asldagi nishonini yitirib qo'ydigan ishni qilmaydi. Har zamon g'azab va hissiyotning daxlisini rad qiladi. Mana bu aql bilan ish qilishga odatlangan millatning turmush pozitsiyasi. Edmund o'zining xususiy turmush rayoniga hech kimni yo'latmaydi. U sirlarini to'kib bo'lib tashlandiq holdadek benazar holatga tushib qolganlardan emas edi. U boshqalarga kuyinadi, lekin ko'nglini izib ichirib jurmaydi. Boshqalarning tabiati ko'tarolmaydigan yaxshiliklarni qilaman deb avar bo'lmaydi. Buni men yaxshilikni isrof qilmaslik qonuniy deb atib oldim. Edmund oddiy bir odam. U oddiylikni o'zimi biladi va bu oddiylikdan rahat his qiladi. Lekin uning oddiylikda vaziyat va odamlarga nisbatan tanqidiy kalla, kasbga nisbatan cho'nqur tushuncha, turmushga nisbatan keng qursoq pozitsiya bor. Shu uning oddiyligini hech nimadan xabari yo'q, anqov, nodon, beg'am odamlarning oddiyligiga o'xshat qilib bo'lmaydi. Uning oddiyligi yuksak ijtimoiy ong ustiga qurilgan ma'rifat hissiga boy oddiylik edi. U ko'chalardagi odamlar to'piga kirib ketsa, o'zining puhraviy shon sharafi bilan ularga tabiiy